Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana shu payg'ambarlik faoliyatlarini ko'rsak, Muhammad alayhissalomning hayot tarzlari sog'lom hayot tarzi darajasida o'tgan. Muhammad alayhissalomning ko'rinishlari sport ko'rinishidagi odamning qiyofasida bo'lgan. Nima uchun? Demak, sog'lom turmush tarzi bo'lgan. Islom bilan yashash, iymon bilan yashash, dinini yaxshi bilish, sunnatni bilish sog'lom hayot tarzi desak ishoninglar. Payg'ambarimiz alayhissalomning mingdan oshiq tabobatga doir hadislari bor. Nabaviy tabobat degan kitob bor. Qiziqinglar, olinglar, o'qinglar. Muhammad alayhissalomning sog'likka doir hadisi shariflar va shuni aytgan gaplari, hadislari ummat uchun ta'lim bo'ldi. O'zlari uchun Rasulullohning shu hadislari namunasi sifatida Rasulullohning o'zlarini timsol sifatida ko'rishimiz mumkin.